qo'lingizda, ayniqsa kichik va nomsiz barmog'ingizda uyushish, chimillash yoki tok urgandek hislar bo'lyaptimi? Bu kubital kanal sindromi va u jiddiy muammo. Bunga asosiy sabab tirsakda joylashgan nervning qisilishi hisoblanadi. Bu quyidagi omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tirsakka suyanib ko'p ishlash va ko'p holatlarda tirsak suyagini singandan keyingi asorat hisoblanadi. Lakteal nerv tirsak suyagini orqasidan o'tadigan maxsus kubital kanaldan o'tadi. Bu kanal juda ham tor bo'lib, u yallig'lanish, tashqi ta'sir va shikastlanishlar sababli yana ham torayib, nervni qisib qo'yadi. Va natijada miyadan kelayotgan signal shu yerda to'siqqa uchrab, qo'lga to'liq yetib bormaydi. Nervning doimiy qisilishi davom etaversa, uning qurishiga va falajlanishiga olib keladi. Natijada barmoqlar qiyshayib, kaftning bir qismi ozishni boshlaydi va barmoqlar egilib, qush panjasiga o'xshash holatga keladi. Bu esa nogironlik degani. Shuning uchun erta qo'yilgan tashxis va vaqtda qilingan to'g'ri davo juda muhimdir. Tajribamdan kelib chiqib ushbu kasallikning eng zamonaviy va samarali yechimi deb nerv dekompressiyasi va transpozitsiyasi, ya'ni qisilgan kanaldan nervni ozod etib, uni yangi, erkinroq zonaga ko'chirish amaliyotini tavsiya etaman. Agar sizni shunday muammo bezovta qilayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.